İsmingiz nima? Mukarram opa, qani xalqimizga nima deysiz? Bayram bilan tabriklang bir og'iz. Dinaka quloqsang bir maydonsa tilma. Tojikistonga borsangiz Imomali bobomga aytasizda O'zbekistondan Tanlangan o'zi yana bir ikkita yaxshi qo'shiqlarni aytadi, keyin tarqatsak. Bugun sayr shular bilan bari 25gacha dam olamiz. Rahmat katta. Avropaning nayrangiga qavushding. Sohib Qur'on Temurdan yuzingni burding. Murodingni ayt, menga o'ldirsang o'ldir. Uzun tumaniga Navruzga jo'nadik. Xudo xolasa Sarasyoni sentrigamiz. Mana Sarasyoni ko'chalari. Ertaga xudo xolasa 17-mart kuni Sarasyo tumani Navruzi. Bugun Uzun tumani Navruzini qo'ldan kelgancha yoritamiz, ko'raverasizlar. Orada qo'shiqlar bo'lsa, bilasizlar, musiqa avtorskiy videoni bloklab qo'yishi mumkin. Qo'shiqlarni qo'ya olmaymiz. Folklor, mualliflik huquqi yo'q bo'lgan qo'shiqlarni qo'yishimiz mumkin. San'atkorlarni qo'shig'ini qo'ya olmaymiz. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Qo'ldan kelgancha yoritamiz. Musofirdagilar, sog'inganlar bo'lsa, Navruzlarni ko'raverasizlar. Biz Uzunga yo'l olamiz. Uzunga Navruzga keldik. Yo'llar to'silgan. Bu yog'i ham ko'chalar mana kengina, mana odamlar kelyapti. Hamma kelyapti. Bilmayman, ko'chalar to'la. Soat 12 ga qarab borib qoldi. Biz ham shu open budjet masalasi bo'yicha yurib sal kechikdik bayramga. Kech bo'lsa ham shu musofirlar ozgina bo'lsa ham bir ko'rib, bir nima deydi, Navruzga yurganday bo'lsin, bir tomosha qilsin, ozgina kadr bo'lsa ham xursand bo'lib qolishadi musofirlar uchun. Endi kirib boramiz. Hamma tirikchilik bilan ovora. Tirikchilik degan tirikchilik bilan ovora, bayram uchun kelganlar bayram bilan ovora. Xullas hamma o'zi bilan o'zi ovora. Aytdim-a, tushib qoladi deb. Xudo xohlasa bayram avjida. Yarim mahsulot sotish bilan, yarim open budjetga ovoz yig'ish bilan ovora xalq. Bayram bo'lyapti. Avjida. Bu yog'i sirk bo'lyapti. Hozircha sirk qiziq bularga. San'atkorlar tushgandan keyin asosiy O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan san'atkorlar, ya'ni hozir Hamdan Sobirov keladi degan, agar tushib qolsa, sirkka ham hech kim qolmaydi. Tomosha bilan bo'ladi hammasi. Qaysi bir san'atkorni o'g'irlamaysiz, ha? Bu yoqqa sirk bo'lyapti, bu yoqqa bayram bo'lyapti. Bayram davom etmoqda. Xudo xolasa ko'raverasizlar. O'tdik. Endi bu yog'i kadr davom etadi. Xo'sh, qiziqish qanday? Odamlarning harakatiga qaraganda qiziqish sal pastroq. Qiziqish pastroq. Endi siyrak ekan. Zich emas ekan ahvol. Menimcha hali boshlanmagan. Soat 12 bo'lyapti.
hali boshlamagan sababi mana mehmonlar tashrif buyurmagan hali. Joylar bo'sh turibdi. Mehmonlar kutishyapti shekilli, hali boshlanmagan. Kelish davom etmoqda. Kech qoldikmi degandik? Yo'q. Kech qolmaymiz, hali mehmonlar kelishga ulgurmadi. Ichkariga kirib oldik. Xodimlar o'z vazifasini bajaryapti. Tanishar ekan, mana kirib keldik, xudo xolasa. Endi bu yog'ini ichkaridan davom ettiramiz. Xodimlar mana tekshirib o'tkazishyapti hamma. Hamma o'z vazifasini a'lo darajada bajaryapti. Hamma o'ziga, o'zini zimmasiga yuklatilgan vazifani a'lo darajada bajaryapti. Shu ko'rgazmali chiqishlarni olib o'tamiz, xudo xolasa. Ko'rgazmali chiqishlarni olib, shunday o'tib ketamiz, xudo xolasa. Ya hormaylar, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yoshlar ish jarayonida. Ko'rgazmali chiqishlar tayyorgarlik bo'lyapti. Ularning intermediyasi bor shekilli. Tayyorgarlik ishlari. Avj pallasida. Telefonni olib. Ya. YouTube'da doim aytib boramiz, YouTube'ga mualliflik huquqi bo'lgan qo'shiqlar qo'yilsa bloklab tashlaydi. Shuning uchun bahoriy musiqa, avtorskiy yo'q, mualliflik huquqi yo'q bo'lgan musiqalardan foydalanamiz. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, san'atkorlarni boshidan oxirigacha ololmaymiz chiqishlarini. Chunki ularning qo'shiqlarida mualliflik huquqlari bor. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar. San'atkorlar qo'shig'ini doim ham kliplarda ko'ryapmiz. Ja unchalik zarur bo'lmasa kerak menimcha. Bekorga qo'yganimiz bilan bloklab tashlaydi YouTube. Hamma shay turibdi, faqat nima deydi? Mehmonlar kelgani yo'q. Mehmonlar kelgandan avj pallasiga ketadi. Bu yerlar o'tgan yil o't kam edi stadionda. Bu yil o't yaxshi, ishlov yaxshi berilgan ekan. O't sepilgan ekan, shu o't urug' bor-ku, ko'paytiradigan. O'shandan sepilgan ekan, bu yil yaxshi. Taomlar, milliy taomlar. O'tib ketay opa. Milliy taomlar. Har xilidan bor ekan. Bu yog'iga yoshlar tennis o'ynayapti. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Xo'sh. Men har yili ana shu yerga mehmonlar kelgan joyga joylashib syomka qilar edim. Naryoqdan san'atkor yaxshi ko'rinadi. Kim san'atkor chiqish qilsa, chiqish qilganlar yaxshi ko'rinadi, ammo lekin reaksiyani ola olmaymiz-da. Mana xalqning reaksiyasi, mana xalq bu tomonda turibdi. Ularning reaksiyasini ola olmaymiz. Shuning uchun bu yil ichkariga kirdik. Ichkaridan qani reaksiyani ko'raylik, qanaqa muxlislarning hayqirig'i, reaksiyasini kuzatamiz. Qiziq kadr bo'ladi, xudo xolasa.
Bu hammasi nima deydi, obunachilar uchun, musofirda yurgan aka-ukalar uchun, kela olmaganlar uchun maxsus. Shu obunachilar, musofirlar, kela olmaganlar uchun maxsus bo'ladi. Xizmatimizni qadrlaysizlar degan umiddamiz. Biz ham kelib o'tirib, mazza qilib tomosha qilib qaytib ketsak bo'ladi, lekin biz sizlar uchun xizmat qilyapmiz. Shuni qadrlasanglar bo'ldi. Bizga shu muhim. Ko'raverasizlar. Sarasiyodan 3 ta samolyot ketdi. Ketdi samolyotdan 3 ta. O'zimizda uzun tumanimiz madaniyat bo'limi xonandalar tomonidan qo'shiqlarimizni gullashlarimiz bilan namoyish etamiz. Marhamat, e'tiborlaringizga uzun tuman madaniyat bo'limi xonandalari ajoyib qo'shiqlarni sizlarga tanishtiramiz. Marhamat. Joylar to'ldi. Bilet olganlar komfort joydan oldi, bilet ololmaganlar tikka qoldi. To'ldi joylar. Joylar to'ldi. Hamma narsa shay. Boshlanish qoldi xolos. Navruz bu go'zallik va nafosat, yasharish va yangilanish, mehr oqibat va tarixiy kenglik bayramidir. Bahor nafosi bilan dala va qirlarimiz, bog' yaylovlarimiz yasharish ko'klam yomg'irlari, ob-rahmat yerlarimizga baraka bag'ishlab, bo'lg'usi mo'l fasllar baraka bermoqda. Shunday muborak kunlarga xalqimiz bilan tinch omon yetganimiz uchun avvalo yaratganimizga behad shukronalar aytamiz. Ayniqsa bugungi bayramimizda asrlar davomida qondosh va qardosh bo'lib kelayotgan qo'shni davlat Tojikiston Respublikasi vakillari ishtirok etayotgani biz uchun alohida mamnuniyatdir. Mehmoni giromi va noqulay uchun xush omading. Har ro'zachon Navruz bor, Navruzachon Piruz bor. Do'stoni baradori mehribon va boshqashni Navruz e'lon qilib, tabrik va tahniyat mego'yam. Hurmatli bayram ishtirokchilari, Navruz falsafasi inson qadrini ulug'lash, mehr haqida hamjihatlik va bag'rikenglik g'oyalari bilan chambarchas bog'liqdir. Bu ezgu qadriyatlar bugungi yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining ham asosini tashkil etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, Navruz bu xalqimizning ko'p asrlik tarixi, milliy qadriyatlar va ezgu an'analar mujassam bo'lgan ulug' bayramdir. Bu ayyor inson qalbida mehr va oqibat, bag'rikenglik, birdamlik va yangilanish ruhini mustahkamlaydi. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishda aynan shu yuksak qadriyatlarga tayanamiz. Haqiqatan ham mamlakatimizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, xalqimizning farovon hayotini ta'minlashga qaratilgan ulkan dasturlar, yurtimiz taraqqiyotining mutlaq yangi bosqichga ko'tarilishi ana shu dono va xalqparvar siyosatning amaliy samarasidir. Birgina misol 2025-yilda tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun jami 318 milliard so'm mablag' ajratilib, ushbu mablag'lar hisobiga 3 ta maktab, 3 ta bog'chada qurilish ishlari, 23 ta mahallada 35 kilometr yo'llar asfaltlandi, 98 kilometr elektr tarmoqlarini tortilish, 22,5 kilometr ichimlik suv tarmog'i bor, 3 tadan ortiq suv inshootlari ta'mirlab ishga tushirildi. 9 ta mahallada kuni kun ishlaydigan infratuzilma tashkil etilib,
Bu yerda 260 dan ortiq savdo xizmat ko'rsatish nuqtalari, 101 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari va 5,2 milliardlik budjet pullari aholining xayr qilib davolashiga qulay sharoitlar yaratildi. Bu ishlar bugungi kunda davom ettirilmoqda. Bayram ishtirokchilari, sizlarni butun xalqimizni Navruz umumxalq bayrami bilan yana bir bor tabriklayman. Fasli nobahor har bir xonadonga tinchlik, fayzu baraka va farovonlik olib kelsin. Yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin. Navruz olam barchamizga muborak bo'lsin. Tepadan syomka qilamiz endi bu yog'i. مهمانی امروزه شادی به پایان ما از ریسپوبلیکای تاجیکستان معاون رئیس شهر حصار نورعلی زاده خیرالدین را دعوت میکنیم. Qo'shni respublikadan mehmon. Assalomu alaykum. Muhtaram Bozorov Habibulloh Sherdonakulovich, hodirin arzmand, do'stoni aziz. Bu kamoli ehtirom va samimiyati hameshagi hamma shumoro az nomi rahbariyati shahri Hisor, shahri Tursunzoda va noyai shahri Nav va munosabati Navruzi baynalmilali tabriku muborakbod meguyam. Navruz muborak do'stoni aziz. برای ما هیئت تاجیکستان که از شهر حصار، ترسانزاده و شهر نو در چورابینی رنگین تئاتری کننده نوروز بین المللی ساکنان اوزون ولایت سرخنده‌رو اشتراک داریم. باعث فرهمندی است. با شکرگزاری از سیاست انسان دوستانه سران دو دولت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم میرزیف شوکت میرامونویچ مناسبت دوستانه و همسایگی دو کشور با هم دوست و برادر در سطح خیلی عالی راه اندازی گردیده مرحله صفتا نوی همکاری دو جانبه عملی گشته شده. هیئت ما از جمهوری تاجیکستان تا آغاز چهاربینی نوروزی امکاناتی فراخی داشت که از رشد اینفراستراکچوری ناحیه اوزون شناس گردد. طوری ما شاهد گشتیم سال به سال ناحیه اوزون با رهبری برادر عزیز رئیس ناحیه اوزون محترم بازارov حبیبالله شردانکولویچ زیبا گشته شده. هنگام وارد شدن به مکان برگزاری چهاربینی ساکنان ناحیه اوزون با روحیه ایدانه و چهره خندان و بزگاه حاضر شده ایستادند که فضای آرام و آسوده و پایداری صلح و ثبات در کشور همسایه ما ازبکستان درک می‌گیرد. حالا در جمهوری تاجیکستان نیز تنتنه‌های نوروزی بین‌المللی با شکوه شامت خودسر تجلیل گشته شده. روز 23 مارس سال 2026 نوروزی بین‌المللی در شهر حصار برگزار می‌گردد که من از نام محترم ناصرزاده جبار رئیس شهر حصار محترم بازارov حبیبالله شردانکولویچ و هیئت جانبشان را برای اشتراک در چهاربینی رنگین نوروزی دعوت می‌کنم. O'zbekiston xalq baxshisi Hamza Xolboyevni taklif etaman. Assalomu alaykum. Aziz xalqim, yelim, yurtim. Aziz bilan Xayriddin akam boshchiligidagi Tojikistondan kelgan mehmonlar. Avvalo mana shu Navruz ayyomi bilan butun xalqimizni, elimizni, yurtimizni chin dildan, elimiz nomidan, baxshilar nomidan tabriklaymiz. Bizning bayramlarimiz, bizning qadriyatlarimiz abadiy bo'lsin. Merganlar ketadi ovga, kiyiklar taylaydi zovga, yilqilar kelar matavga, xush kelsiz mana bugun Navruz o'tog'iga. To'y yoshlari tolli bo'lsin, chechanlari tilli bo'lsin.
qiz juvonlar holli bo'lsin, Navruz oyimiz qutlug' bo'lsin. Bana bu bayram boshlanganiga Habilla aka ancha bo'ladi bu Navruz boshlanganiga bizga. Nimaga deganda muhtaram prezidentimiz bundan sal oldinroq Surxondaryoga kelib, butun xalqimizga Shavkat Miromonovich kelib bayram bag'ishladi, kayfiyat bag'ishladi. Bir ikki og'izgina terma qilib bersam, eshitsangiz nima deysizlar? Saylanay davralarda qara yilda inalay. Ey xalqima bir faslgana qarsak chalingar, qadriyatim Navruzdan aylanay, 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 aylanay. Dombrasini menday baxshi chalibdi, Surxondaryo baxshida yekavi terma qilibdi. O'zbekiston eliga Tojikistondan Xayriddin akam boshchiligida mehmonlar kelibdi-ya. Shavkat Miromonovichdan aylanay O'zbekning kimligini jahonga bildirdi. Qarsak chalinglar xalqima, To'palang daryosini, bosh bermagan daryoni Surxondaryoga Shavkat Miromonovich prezidentim kiran qilib xalqimga yendirdi. Qo'shiq yeshitasan dalamda, Do'mbram bilan obod qilay Surxondaryo qalamda. Eshitasizda bugun oqshom dalamda, obod qilay Surxondaryo qalamda. Xayriddin aka quloqsang bir maydonsa tilima, Tojikistonga borsangiz Imomali bobomga aytasizda O'zbekistondan salom. Qo'shiq bo'lama, qarsak chalsa bo'lama, qarsak chalsa bo'lama. Xayriddin aka quloq sol, nasib bo'lsa biz ham Navruzga borsak bo'lama. Rahmat, katta rahmat. Mana shunday yayrab, joynab, yel uchun, prezidentim uchun doim xizmat qilay. Rahmat. Siz menga yozing ham kuzing, bugun bahoringga she'r aytmoqchiman. Navruzing muborak, muqaddas vatan. Aziz vatandoshlar, aziz tumandoshlar, Toshkent shahrimizdan bir qator ustoz san'atkorlarimiz tashrif buyurgan. Hozir esa siz kutgan va biz kutgan xush ovoz egasi, O'zbek konsert davlat muassasasi xonandasi
estradamizning yorqin yulduzi Hamdam Sobirovni sahnaga chaqiramiz. Marhamat. Ovozingizni eshitmayapti. Qani balandroq qizim. Kayfiyat yaxshimi? Qani qo'llarni hammamiz balandroq ko'tarib. Qani shart tomon. O'ng tomon. Assalomu alaykum. Uzun, kayfiyatingiz yaxshimi? Barchalarni kirib kelayotgan Navro'z bayrami bilan chin qalbim bilan tabriklayman. Bayram muborak bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musafo bo'lsin. Mana shu go'zal bayramni tashkil qilgan tashkilotchilarga ham, hokim buvamizga ham o'z tashakkurimizni bildiramiz. Joninglar sog' bo'lsin, martabanglar ulug' bo'lsin. Uzum tumani gullab yashnasin. Qani bir qarsaklar bo'lsin yuraydan. Davom etamiz. Marhamat. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun chaqqaman. Uzum, sizlarni juda yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir hokim buvamizga so'z navbatini berar ekanmiz. Hali tugamadi konsert. Davom etadi. Joninglar sog' bo'lsin. Hali bir qarsaylar bilan yuraydi. Qani bir qarsaylar bo'lsa hokim bo'lamiz. Hurmatli uzunliklar, hurmatli tomoshabinlar, Hamdam yaxshi ukamiz. Mana hozir aytlarki, men deydi ketolmayman deydi, yana bir ikkita ishlab qo'shiq aytmasam bo'lmaydi deydi. O'sha ruxsat bersanglar, Hamdamjonning o'zi yana bir ikkita yaxshi qo'shiqlarni aytsa-da, keyin tarqatsak. Bugun sayin shular bilan mana 25gacha dam olamiz. Rahmat katta. Nilufar bu. İsmingiz nima? Mukarram opa, qani xalqimizga nima deysiz? Bayram bilan tabriklang, biroqiz. Rahmat. Hozir hamma sizni ko'radi ertaga televizorda, gapiring. Men sizlarni Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Chin qalbimdan. Allohim hammamizni shu kunlarga har doim yetib yuraylik. Ey Allohim, eng yomon kunimiz shunday bo'lsin. Nima? Hurmatli hokimimiz, siz sog' salomat bo'ling bizni boshimizga. Hokim bo'lsin, omon bo'lsin. Niyatga yeting. Hojbobo bo'ling. Hammalaringiz 10 martalab, 20 martalab hojlarga borishga nasib qilsin. Alloh amin. Yana bilan o'ynashib yetaylik. Hamdam o'yga duo qiling, chaqchiring. Boshini kaltalasin Hamdam. Alloh amin. Sizdan sog' salomat bo'ling. Hojbobo bo'ling. Hojbobo bo'lsin onalaringiz, ayollaringiz, hammalaringiz shu kunlarga yetganiga shukr. Yangi shu vaqtda Navro'z bayramlariga, hayit bayramlariga eson-omon yetib yuraylik. Ey Allohim, niyatga turgan bo'lsak niyatlarimizga yetaylik. Umrimizga, davlatimizga qut baraka yog'ilsin. Har doim eng yomon kunlarimiz shunday. Amin, Allohu akbar. Xolajon sog' bo'ling siz ham. Umringiz uzoq bo'lsin. Ana endi hamma o'ynaydi, maylimi?
Qani o'ng tomon joyidan tursin-da bir. Qani. Turinglar qani. Turinglar qani. Bugun bayram bir o'ynaylik endi yurakdan. Haddi shu. Qani qo'lni ko'taraylik shu qo'lni. Qani chap tomon. Davom etamiz, marhamat. O'ng tomon. Joninglar sog' bo'lsin, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Hokimboy, martabangiz ulug' bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Mana shunaqa tinch yurtimizga hech qachon ko'z suymasin. Yana bir bora bayram muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Turon teatri ko'rik-tanlovida tuman bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritgan Avloniy vorislari jamoasimiz biz Sohibqiron dramasini namoyish etganmiz. Sizga ozgina parcha qo'yib bermoqchimiz. Eyvoh, quney xalq! Yo'q qo'lini yeching darhol. Axir u ham shoh-ku. Shimolilar xor qilishsa, Arslon bosh. Uzilgaydir o'rmon qonuni. Asir bo'lib tursam hamki qo'shingda Timur. Zor emasmi irtibotingga? Oddiygina bir voqea yuz berdi. Sen Yildirim laqabli bir qudratli chaqmoq. Cho'ng Temurga urilding-u. Chelparchin bo'lding. Lashkarlarim so'nggi damda xiyonat qildi. Bo'linishib qochib ketdi ikki tarafga. Asl chora topolmadi o'g'illarim ham. O'z boshingga o'zing yetding. Iqror bo'l sulton. Tingley sulton. Ikimiz ham turkiymi? Ha, inshaalloh turkiydir. Yevropaning nayrangiga laqqa uchding. Sohibqiron Temurdan yuzingni burding. Murodingni ayt menga, o'ldirsang o'ldir. To'r kelining nohaqlik tarixiga sen tirik timsol sifatida yashab yurgaysan. Vayron qilma Ryuma yurtin. Lashkarlaringga ayt, ulug' Temur. Men mag'lubman. O'g'illarim jonini asra. Tashvish tortma. O'g'illaringga Rumning barcha viloyatlarini bo'lib bergum. O'zing esa Bursaga borib, vali ne'mat bo'lib yashaysan. Chidolmasman mag'lubiyatga Temur. Undan ko'ra jonimni ol.
Qutqar meni sharmandalikdan. Axir seni johil deydilar-ku. Aslida sen johilsan. Bayezidni hurmatini qilib kuzatingiz. Men g'alabani qon uchun emas, qilichimni adolat uchun ko'tardim. G'ururim xalqim, kuchim tartib. Davlat kuchli bo'lar, agar qonun kuchli bo'lsa. Kuch adolatdadir. Buni bunday qilaylik, uni kiyimlarini bir chiqarib qo'yaylik-da. Artistikani bor, baland bor. Uni kiyimlarini bir chiqarib qilib zakaz qilaylik-da. Respublikaga chiqishga barbanosiga qarashli talant bor anaqa. Nima deydi? Kiyim dekoratsiya. Dekoratsiya menga aytasizlar. Mashani finali katta respublikaga mumkin. Bolalarimiz yeydiganmi o'zida qildinglar? Buni ham endi iftorlikka olib borasiz. Rahmat sizlarga. Hech kim kech qolish yo'q. Dam olish, bayram, Erishikmi? Rahmat sizlarga. Muborak Normal. Ya bu duru çıkıyor. Rasmlarga kelishadi. Suratlar chizilgan suratlarga. Oxirida sumalakka boramiz. Ulardan avval biz o'zimiz olib o'tib ketaylik. Xo'sh. Tashakkurnomalar, sabzavotlar, mevalar hamda oxirida sumalak. Xullas, mehmonlar bilan birgalikda Uzun tuman hokimi ko'rgazmali shularni bir nazorat qilib ketishyapti. Qo'ldan kelgancha yoritdik. Sizlar bilan Abdukarim Qurbonov bo'ldi, xudo xolasa. Bir xil nima deydi? Ko'plar san'atkorga qiziqishi mumkin. San'atkorni televideniyadan ham ko'rib turibmiz, YouTube'da ham ko'rib turibmiz. YouTube shunday narsaki, mualliflik huquqi bo'lgan videoni xohlamaydi. Hozir Hamdam Zobirov qo'shig'ini qo'yganimda bloklab tashladi. Sizga bundan nima naf
Qo'shiqni Hamdam Sobirov qo'shig'ini eshitmoqchi bo'lsangiz yo o'zini ko'rmoqchi bo'lsangiz YouTube'ga yozasiz, chiqib kelaveradi. O'shaning uchun Hamdam Sobirov aytgan qo'shiq aytgan joylarni ololmadik emas, olmadik. Instagramga joylab bordik. Yana kommentariyaga yozinglar, faqat nima deydi? Qo'shiqni olmabsan, to'liq olmabsan deb yozmanglar-da endi. Sizlarga mana tushuntirib o'tyapman oxirida. Hamdam Sobirov qo'shig'ini qo'yganimda YouTube bloklab tashlardi. Shuncha mehnatim payib bo'lardi, sizlar ham ko'rolmasdilaring. Biz qo'ldan kelgancha musofirlar uchun, shu Navruzga kela olmaganlar uchun maxsus qo'ldan kelgancha video qilib sizlarga yetkazdik. Xudo xolasa ertaga Sarosiy tumani Navruzi. U yerdan ham xudo xolasa chiroyli kadrlar qilamiz. Sizlar bilan Abdukarim Qurbonov bo'ldi. Salomat bo'linglar.